91. savol. Assalomu alaykum. Üzük salg'uzgandan keyin odat qalayimqonlashish ahvoli bor bo'lgan bir ayol Ramazondan 4-5 kun burun saqayib, 10 kun bo'lmay takrar odat ko'rib qolsa, ro'zasini tutish kerakmi yo'q? Javob: Va alaykum assalom. Odatlangan hayz kunlarida to'liq odat ko'rib saqaygandan keyin 10 kun o'tganda kelgan qon hayz qoni emas, istihoza. Ya'ni kasallikdan yoki balayotqu ostidagi ma'lum tomir yerilganlikdan qon kelishi hisoblanadi. Chunki odat ko'rgan kunlar bilan 10 kunni qo'shsaq, dastlab hayz ko'rgan kun bilan oxirgi qatim qon kelgan kunlarning soni jami 15 kundan oshadi. Hayz undaq uzun bo'lmaydi. Ham 2 hayz oraliqi undaq qisqa bo'lmaydi. Bu sababdan ortiq kelgan qon hayz qoni emas, istihoza qoni hisoblanadi. Shunga bu ahvolda bir qatim yuyinib, her bir namazga yangi tahorat alasiz ve ro'za tutasiz. Er bilan yaqinchilik qilishga ruxsat.